Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni Marhamat tumaniga olib keldik. Mana g'ishtlarimizni bemalol yaqindan ko'rsanglar bo'laveradi. Sifatlari vafshim pechatli g'ishtdan ham udar, xudo xolasa. Bir xilga pechatli g'ishtlar ham bunaqa sifatli chiqmaydi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu tomonda reklama qilishadi. Pinabolokdan urgan yaxshimi, pishgan g'ishtdan urgan yaxshimi? Xudo xolasa pishgan g'ishtlarimiz pishganligi ham zo'r, sonlari to'g'ri chiqadi. Hozir 5 mingtalik joy torligini hisobiga 5 mingtalikni olib keling degan edi. 5 mingtalikni olib keldik. Asosan Marhamatga 10 mingtalik mashinalarda olib kelib beramiz. Narxlari kelishilgan holda. Endi narxni manuncha deb qo'ysak, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin o'zgarsa, 1 yildan keyin ko'rib ham g'ishtning narxi 700 so'm ekan-ku deganlarning soni ko'payib ketyapti. O'shaning hisobiga narxi ko'rasizlar, kelishiladi, olib kelib berilaveradi. Hozir to'kilish jarayonida ham video syomka qo'yib qo'yamiz. Hozir tashqarida yana bitta 10 mingtalik mashinamiz turibdi. Uni ham to'kish jarayonini qo'shib videoga olib joylab qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sifatlarini ko'rib turibsizlar. Hozir yo'lda qatdan kelgan bilmayman, g'ishtlarni urishyapti-ku, mana shu territoriyaning shekilli. Sanig'i o'ta ko'p. Biznikida xudo xolasa sanig'i 1% ham sanig'i chiqmaydi, xudo xolasa. Pishganligiga garantiya, soniga sho'rda oz-moz chiqish ehtimoli bo'lishi mumkin. Hozirgi olib kelingan g'ishtlarni sifatlarini hammasini ko'rib turibsizlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana g'ishtlarimizni Marhamat tumani Qoraqum degan mahallani shu atrofga to'kib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. G'ishtlarimizni yaxshi qanaqaligini bilish uchun ovozida bemalol bilsa bo'ladi. G'ishtlar zo'r pishgan bo'lsa, ovozi chankillak zo'r bo'ladi. Xudo xolasa hozir birinchi resini Marhamat sentriga to'kdik, ikkinchi resim mana hozir kelib adreslarini, nomerlarini beramiz. Kelib bemalol ko'rib ketib, zakaz qilishlari mumkin. G'ishtlarimiz holati zo'r, ichiga ko'mir qo'shilgan, sho'r chiqish ehtimoli ham xudo xolasa o'ta kam bo'ladi. Ichiga ko'mir qo'shilgan g'ishtda sho'r chiqish ehtimoli kam bo'ladi. Shunda ham endi 100% sho'r chiqmaydi, garantiya demaymiz-ku. Oz-moz chiqish ehtimoli bor deb turib olib kelib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.